Assalomu alaykum, xesho. Haligacha bir yurakni tirnaydigan bir yurakdir. Xiradoq qoldirgan bir ko'ngil voqeani chaqchaq qilib bermoqchiman. Taxminan bir 2 haftacha oldin Toshkentdan qaytdim. Buxoroda yuklarimni tarqatib yuribman. Notanish nomerlardan telefon bo'lyapti, yuklarni egalari telefon qilishyapti. Qayerga yetdingiz? Yukimizni qayerdan olsak bo'ladi? Har bittasiga javob berib kelyapman. Bir joyga to'xtashimdan salgina oldin yana bir notanish nomerdan telefon bo'lib qoldi. Shundoq ko'tardim. Laba aka, nima gap dedim. Kim bu dedi. Sizga nima kerak edi? Qaysi yuk edi? Sizniki deb gap boshlab qoldim. O'yladimki, biron bir yukni egasimi deb. Keyin bir vaqt siz ismingiz nima dedi? Aytdim, ismim Aziz. Nima ish qilasiz dedi. Shofirman, Isuzu haydayman, Toshkent Buxoro Isuzuda qatnayman dedim. Bir narsani so'rasam maylimi dedi. Laba aka gapiring dedim. Men yaqinda Turkiyadan keldim, 1-2 kun bo'lyapti dedi. Xotinimni telefonini kavlasam, telefonini tekshirsam deyapti, sizni nomeringiz chorniy spisokda turibdi deyapti. Men hayron bo'ldim. O'sha kechasi bilan uxlamasdan kelganim, yuklarni tarqatib quyoshda bir charchab qolganim bir taraf bo'ldi. Bu odamni gapirgan gapi bir taraf bo'ldi. O'zimni yo'qotib qo'ydim. O'zimdan gumonsirayapman. Allohga birovni xotini bilan atnesheniyada bo'lgan joyim yo'q. Shunda ham o'zimdan bir gumonsiradimki, qayerda men birovni xotiniga telefon qilib yo'q bir gaplashib qo'ygan joyim bor ekan deb o'ylab qoldim. Aka dedim, yana o'ylamang. Bu meni xotinim bilan yurgan ekan, yo boshqa narsa bo'lgan. Siz o'ylagan narsa bo'lmagan aka deb aytdim siradim. Ha, mana bu narsa haqida gapirganim yo'q deb u odam ham gap boshladi. Bu yoqdan ko'nglingiz to'q bo'laversin dedim. Shu paytgacha biz bunaqa yo'lda yurmaganmiz. Bundan keyin ham Xudo xolasa to'g'ri yo'limizda davom etamiz deb aytdim. Bo'pti aka deb sog' bo'ling deb u kishi ham telefonni qo'yib qo'ydilar. Umid qilamanki, hamma qilingan gumonlar, hamma borilgan o'y-xayollar hammasi xato bo'lib chiqqan. Qanday chiroyli umrguzaronlik qilib kelgan bo'lsalar, shunday chiroyli umrguzaronlik qilishda davom etyaptilar deb o'ylayman. Hech kimga xiyonat qilmasin. Oila muqaddas jigarlar.